keskin kurash bo'lacak. Maydonning bosh batiri açıklanacak. Dinlep tura Zaynulli Firdus, Ahmetov Aylar. Kamaliyev Ilmir, Qaroja oğlundan Rossiyaning sport ustasi. Gallamov Ramiz, Yaka oğlundan birinchi razryadli sportchi. Alarning trenerlari Qaroja avuluning ataqlı kurashchisi Kamaliyev Ilshod. Ol bu maydonning kurash bo'yicha baş sudyası. Devam etamiz. Alın beğenmi. Bir bal. Kızılseriye kırışçıga bir bal. Elmir Kamaliyev 70 kilogram batırı. Gallamov Ramiz 80 kilogram batırı. Hesap 1-0. Kamaliyev Elmir faydasına. Alın beğenmi. Ko'tarib kirishamiz yigitlar. Ko'tarib, yerdan ayirib, motor ittirib, Tatar chavulsin. Vaqt, silgilarni baylaymiz. Silgilarni baylaymiz vaqt. Hop, alın beğenmi. Devam etamiz. Aktiflik birle Kızılseriye kurashchiga aktiflik. 2 aktiflik algan uchraqda kengashine kisatuv birle kurash alimlari qo'llanmagan uchun. Ayakta kaldı, alın beğenmi. Devam etamiz. Alın beğenmi. İstirde kaldırdı kurashchi. Alın beğenmi. Devam etamiz. Otuz sekund vaqt qoldi yigitlar, kurashamiz. Alın beğenmi. Vaqt to'xtatdik. 15 sekund vaqt qoldi. Hesap 1-0. Batırı. Maydonda Kızılseriye bilan aning o'g'li kurashi Ilmir Kamaliyev.
Kıraşabız. Devam etemiz. 1 minutta 15 sekund ekan. 45 sekund var. Sen birga bir. Bal Qizilsirga kirashiga bal. Hesap 2'ga 1. 20 sekund vaqt qoldi. Devam etamiz. 10 sekund vaqt. Vaqt jigitlar, vaqt. 2-1 hisobi bilan Kamaliyev Ilmir jengga erishdi. Kiramga chaqirilgan Zaynoldin Firdus, Asinovdan ham Ahmetov Aydar Yashil O'zandan. Ahmetov Aydar 90 kilogram, Zaynoldin Firdus 130 kilogram. Hislar ayırması 40 kilo. Belirtler. Kurashchilar bir-birisini aybat biladilar. Shunga ko'ra kurash qonunlari qo'llanilmaydi baqa. Jigitlar kurashamiz. Değerli sudyalar. İki kurashchiga da kisetolarni qo'llanmagani uchun kiseto berildi. Alın bayramı devam ederiz. Yeter vakit var ha. Vakitimiz tartmayız, sözmeyimiz, kirashamiz. Zaynoldin Firdus Yashil O'zan rayonida trener bo'lib ishlaydi. Bir bal Yashilga kurashchiga 1 bal. Ahmetov Aydar Yashil O'zan shaharida Vedenstveni охранында водитель bo'lib ishlaydi. Veslar ağırlığı 40 kiloga qaramasdan Ahmetov Aydar 1 bal aldı. Vaqt jigitlar, sizlarni baylaymiz. Devam etamiz kurashga. Chista jengga erishdi. Zaynoldin Firdus Asinovdan. Zaynoldin Firdusning atisi Qaraja avlidan. Deb chiqish Qarajadan.
Kalem Ramis 80 kilogramning batırı. Ahmetov Aydar 90 kilogram batırı. Bizler ayırması 10 kilogram. Üçüncü orunu açıklıyoruz. To'xtatdik yigitlar. 1 sekund vaqt içinde Jenguga Ahmetov Aydar erişti. Yashil O'zandan. İki kurashchi da bizning Rossiyaning sport ustasi ismine layık bo'ldilar. 2016 yılda. Malatsi yigitlar, ağırlık çok kechingdi. Bizning absolut batırımız, Yashil O'zan rayonining absolut batırı Zaynullin Firdus Asirovdan. İkinci o'rinda Qarojadan Elmir Kamaliyev. Tabriklaymiz yigitlar, tabriklaymiz. Chiyamiz, batırını chiyamiz. Вот абсолютно баттером занял 4-е место Галямов Фанис, 3-е место Ахметов Айдар, 2-е место занял Камалиев Ильмир и абсолютный батыр нашего сегодняшнего сабантуя Зайнуллин Фирдус. Mana shulay, hurmatli qonaqlar, qadrli do'stlar, bugungi bayramimizning sabantoyimizning absolut batiri Zайнуллин Фирдус. Абсолютный батыр. Сегодняшнего нашего праздника Сабантуя Зайнуллин Фирдус. Холдинг компании Акбарс. Автомобиль Лада Гранта. Beep, beep.